Sog'lom o'qiymiz. Assalomu alaykum aziz Facebookdoshlar. Biz dunyoni qayerda bo'lishidan qat'iy nazar bir manzildamiz. Demak, Facebook stream va'daga muvofiq suhbatdoshimiz mana o'z vaqtida hozir nozir. Demak, yana eslatib o'taman, so'nggi yillarda eng ko'p hit yaratgan yulduzimiz Ulug'bek Rahmatullayev. Assalomu alaykum Ulug'bek. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Juda ham zo'r. Bemalol Facebookdoshlarimiz bilan salomlashishingiz mumkin. Barcha bizni mana hozir onlayn tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga, yurtimiz mehmonlariga, dunyodan turib tomosha qilayotgan muxlislarimizga alangali salom. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Allaqachon meni kutib turgan barcha vatandoshlarimiz onlayn rejimga o'tib olishdi. Demak, mani ilk savolim, mana har doim faxrlanib aytaman, yurtimiz tinch, ko'z tegmasin, go'zal shahar, qor yog'moqda. Mana shu qor nimani eslatadi sizga? Mana shu qor bilasizmi, bu yaxshilik belgisi. Kuni kecha studiyaga kirib ketayotganimda ob-havo boshqacha edi. Qo'shiqni shunaqa bir tezlik bilan yozib chiqsam, o'sha qor yaxshilik belgisi deb bilaman. Yaxshilik alomati deb bilaman. Chunki eshitganmanki, har bitta qor parchasini osmondan yerga tushishida farishtalar har bitta qorni bittadan to'kib olib tushar ekan. Yaxshilik bir boylik deb bilaman men. Va albatta yoshligimni eslatadigan beg'ubor. Menimcha bugun ham sizga ilhom baxsh o'yinlarni taqdim etdi qor. Juda. To'g'rimi? Dilmurod Abdullayev salom Ulug'bek dedi. Ilyos Eshbekov assalomu alaykum Jasur aka, sizga ham Ulug'bekga ham dedi. Parvina Gulyam Nazirova kirib kelgan yangi yil muborak bo'lsin sizga. Muminjon Madaminov salom dedi. Gulergan assalomu alaykum Istanbuldan. Muminjon Madaminov Qo'qondan salom berdi. Farruh Muhiddinov Tokiodan salom Ulug'bek aka, to'yimga keling degan bir taklif. Tokiogami? Boramiz. Hozir gaplashib turdik. Jasur Hamroyev qayerga borsam bo'ladi damoganida o'tirib. Tokioga. Muzaffar Gaziyev salom Ulug'bek aka, qandaysiz deb so'rayapti. Faizxon assalomu alaykum, qalaysiz Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Dilshod Turdimurodov juda ham talantli o'qituvchi, ingliz tili o'qituvchisi. Assalomu alaykum Jasur Ulug'bek Rahmatullayev, zo'r san'atkor degan mana chiroyli fikrlar. Akmal Tillaboyev salom dedi. Malika Abduvaliyeva assalomu alaykum janoblar, va alaykum assalom deymiz. Zuhra Saliyeva mashhur aktrisamiz bog'landilar. Ulug'bekni yangi yil bilan tabriklayman, omad tilayman dedi. Zuhra Saliyeva haqida fikringiz? Zuhra Saliyeva juda ham zo'r aktrisa. Kayfiyatni ko'taradigan inson va o'zi pozitiv inson. Bunaqa insonlar uzoq umr ko'rishadi, sog' yashashadi. Chunki ko'p o'zligini xursand qilishni bilishadi. Men bu inson bilan Boydod Sumalak filmida birga ishtirok etganman va bundan juda xursandman. Ana o'sha paytda o'zidayoq men bilganman bu insonni naqadar iste'dodli ekanini. Sog' bo'ling Zuhra opa. Okay. Ziyadulla Xaylikov salom alaykum aka dedi. Parvina Gulyam Nazirova jonli ijro bo'lsin, sevgi balki bu jannat taronasidan iltimos dedi. Aytasizmi yoki keyinroqqa qoldiramiz? Sal keyinroqqa qoldiraylik. Okay, Isakov Donyorbek xayrli kech dedi. Jon Riza Ro'ziyev sizlarga ham sog'inchli salomlar, hurmatli Ulug'bek va Jasur aka, rahmat. Nadira Nizomuddinova omad yor bo'lsin yangi yilda. Dilfuzaxon Mirahmedova salom, ishlaringizga omad tilayman, xonadoningizga yangi mehmon muborak bo'lsa, rohatini kamolni ko'rib turinglar. Albatta mana yangi mehmon haqida ham ozgina biz muxlislaringizga fikr berib o'tsangiz, gapirib o'tsangiz xursand bo'lardik. Avvalambor tabriklaymiz. Juda bir fayz barakaga boy yil bo'ldi. Albatta o'ziga yarasha yo'qotishlar, o'ziga yarasha bir qayg'uli yonlar ham bor-ku, lekin shaxsan o'zimning ijodimda, hayotimda xursandchiliklar ko'p bo'ldi. Ko'z tegmasam, ijodimda o'sha yon atrofimdagi men bilgan insonlarning ham hayotida, umuman menimcha nafaqat san'at sohasida, balki boshqa sohalarning ijodida ham katta yaxshiliklar bo'ldi va buni qarang, Xudoyim siylab yangi yildan bir kun oldin 30-dekabr muborak juma kuni ertalab bomdod payti 7:30 atroflarida mana shu dunyoga navbatdagi o'g'lim chaqaloq yig'isi eshitildi. Juda baxtiyor bo'ldim. Chunki o'zgacha bir kun bo'ldi, o'zgacha bir qanaqadir bir his-tuyg'u bo'ldi. Kutgan edim. O'g'il farzand berdi va Xudoga shukr deyman. Yaxshi niyatlar bilan Muhammad Yusuf deb ism qo'ydi. Bu birinchi o'g'lingiz.
Bu ikkinchi o'g'lim. Ikkinchi o'g'lingiz. 3 ta farzandim. Uchta Boshi farzand. o'g'il Fayzulloh, ikkinchisi Farzona Imoni, ikkita ismi bor. Uchinchisi Muhammad Yusuf. Farzona Imoni. Farzona Imoni. Bu ikkita taklif bilan bo'ldimi, ism yo o'z tanladingizmi? Farzonani o'zim qo'yganman, Imonani onamda qo'yganlar. Lekin Farzona desa ham labbay deydi, Imoni desa ham labbay deydi. U Pasportda qanaqa yozilgan? pasportida Farzona yozilgan. Tushunarli. Umrlar uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz Avazxon Karamatov Chicagodan hello dedi. Hello my brother. Aha. To'g'ri aytdimmi? Juda to'g'ri aytdingiz. Umuman til o'rganishga ishtiyoqingiz qanaqa? Men o'zi bilasizmi, hozir yaqinda bir fikrga keldim. Inson bilmayman, hammada shunaqami yo menda shunaqami? Yoshing kattalashgan sarimi bu narsa bilmadim. O'qiging kelib qolar ekan, o'rganging kelib qolar ekan. Hozirda shu aynan til bo'yicha biror bir oliygohga kirsammikin, O'qishga kirsammikin bo'lsammikin, aynan til bo'yicha. Chunki o'zim sharqshunoslik institutini bitirganman. U yerda ham arab, fors, ingliz tillarini o'rganganmiz. Lekin sohamiz o'sha Markaziy Osiyo xalqlari tarixi haqida bo'lgan. Afsuslanmayman, juda ham katta narsa o'rganganman ustozlarimdan. Endi til bo'yicha. Chunki niyatim bor, menimcha har bir san'atkor niyati mana Sevara Nazarxon kabi boshqa yulduzlarimiz kabi o'sha chet ellarda bemalol o'sha fransuz tilida kuylar, ingliz tilida kuylar. Bu meni ham orzuyim, men ham xohlayman. Shunaqa qo'shiqchi bo'lish. Rus tilida qo'shiqlaringiz chakki emas. Balkim ingliz tilida ham sinab ko'rasiz. Mana shu narsani rivojlantirish uchun ham endi rus tilida baribir bizda 98% xalqimiz rus tilidan xabardor bo'lganligi bois o'sha maktablarda, bog'chalardan boshlang'ich qadamda rus tili qanaqadir bir bizga ko'makdosh til bo'lgani uchun hammamiz xabardormiz. Shuning uchun menga bu osonroq kechadi. Endi ingliz tili desa bu narsa sal nima deydi? Murakkabroq. Lekin Jasur Hamroyev juda ham yaxshi gaplashib ketdi ingliz tilida. Demak, men ham bu ishni qila olsam kerak. Qila olasiz va ishonamiz ingliz tilida ham qo'shiqlaringiz jarang sotishiga. Riyod Saidmurodov salom aka farzand muborak deb chiroyli tilak bildirdi. Elyor Utanov Moskvadan ham alangali salom. Faizxon salom alaykum aka, men Pokistondan bo'laman dedilar. Mana ko'rdingizmi? Pakiston, assalomu alaykum. Pakiston musulmon davlati. Pakiston musulmon. Lekin hindlar ham yashaydi. Hindlar. Namaste. Tushunarli. Zafar Abdullayev Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklamoqda. Rahmat. Juda ham Vatan himoyachilari kuniga bu yil mana shu Vatan himoyachilarining o'sha 25 yilligi katta keng darajada nishonlanyapti. Shunga juda ham katta harakatdan, ya'ni yaqinda tashrif buyurdik. Bir necha kunlar repetitsiyalar jarayonida bo'ldi. Ertaga men hammaga maslahat beraman, o'sha chet eldan turib onlayn tarzda O'zbekiston kanali deymizmi, yoshlar kanali deymizmi, translyatsiyasini ko'ringlar. Bu yerdagi qo'shiqlar, rang-baranglik, tabriklar o'zgacha bo'ladi. Niso Sona Nyu-Yorkdan salom yo'llamoqda sizga. Yildiz Bobojon qiz Istanbuldan. Suhrob Nur salom alaykum Ulug'bek aka. Meni shogirdlikka olasizmi? Tojikistondan salom yo'llamoqda. Albatta olaman. Agarda men ustoz o'rnida ko'ra olishganni o'zi bir baxt. Agarda biror bir narsa o'rgata olsam, qo'limdan kelganicha maslahatlarimni berib yuraman. Uning uchun Instagram bor, boshqa sotsial setlar bor. Nima maslahat bo'lsa, bajon. Xo'ja guruh yakkaxon Izzatili Ibragimov tomosha qilmoqda bizni. Izzat aka, salom. Izzat akaga ham salom. Juda yaxshi inson Izzat aka. Samimiy, oqko'ngil, nima deydi? Yaxshi insonlar. Har doim kayfiyatda yuradi. Nadira Babakulova istedodli san'atkor dedi. Avazxon Karamatov malatsi. Shohrux Muratov Qo'qondagi oshxo'rlardan salom yo'llamoqda sizga. Qo'qonning oshi juda ham o'zgacha. Ayniqsa bir bola nimadir tut degan joyda bir osh yeganman. Qo'qonliklarga hammaga salom. Dilshodxon Yahyayev va nihoyat assalomu alaykum Ulug'bek aka, o'zingizning shaxsiy biznesingiz bormi, sir bo'lmasa Qo'qondan salom. Demak, Qo'qonda juda ko'p muxlislaringiz bor ekan, qarang. O'zi mana shu Qo'qonga o'sha ya'ni sezon deymiz, to'ylar bo'ladigan paytlarda eng ko'p boradigan joyimiz biz Qo'qon viloyatidan. 12 ta viloyat ichida. Xursandman shunaqa muxlislarim borligidan. Endi shaxsiy biznes keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda men uchun bu san'at, qo'shiqchilik, mana shu hozirgi ishim. Odatda ko'pchilik sal tanilib yoki mashhurlikka erishgandan keyin boshqa narsalarga ham harakat qiladi-da, lekin ko'p holatda mana shu narsa chalg'itib sindirib qo'yadi. Men ko'p insonlarni ko'rdim, biznes qilaman deb. Hozirchalik oilaviy boshqa bir biznesimiz bor.
o'zim esa butun fikri hayolim ijodda. Ijodda. Masalan, tan olish kerak, bugungi san'atkorlarning asosiy daromad manbai o'zbek to'ylari, umuman xizmatlar, konsertlar hisoblanadi. Siz endi isteysizmi yo'qmi o'sha demak ko'p ijodkorlik biznesga qaratiladi-da, isteysizmi yo'qmi? Shu ma'noda kelib chiqqanda, demak qo'shiqlarni xalq talabiga qarab yaratasizmi yoki ko'ngil holatiga qarabmi? Albatta birinchi o'rinda ko'ngil holatiga. Masalan, birinchi o'rinda qo'shiq bo'lsin deb kuylaysizda. Albatta muxlis joyida, ko'ldan joy olsin. Men shu paytgacha qilgan hamma desam ham bo'ladi, hamma qo'shig'imni qo'shiq bo'lishi uchun ijro qilganman. Hattoki menga savol berib yaqinda gapirishdi-da. Qirmizi olma qo'shig'ingizga o'ynab bo'lmaydi-ku, Ulug'bek aka. Nega odamlar o'ynayapti dedi. Nega o'ynayapti? Chunki yoqqani uchun o'ynayotgandim. Men o'ylaymanki, chin dildan o'sha qo'shig'iga harakat qilsa, u medlenni, ya'ni mahzun qo'shiq bo'ladi, sho'x bo'ladi. O'rta tempni odam qabul qilaveradi, o'ynayveradi yaxshi. Birinchi o'rinda moddiyat turishi kerak emas. Ikkinchi o'rinda albatta bo'lishi kerak, chunki hamma narsani o'ziga yarasha hisob-kitob bor. Chin dildan qilingan har bir mehnat e'tiborsiz qolmaydi. Rostini ayting, qaysi qo'shig'i sizga eng ko'p daromad olib keldi? Bir nechasini sanab o'taman. Eng ko'p degan gapni iloj bo'lsa olib tashlaylik. Shu savol sanaqa. Kapalak nomli qo'shig'im menga yaxshi e'tibor, o'ziga yarasha o'sha moddiy taraflama ham qanaqadir foydasi tegan, chunki ijodimga shu narsa yordam beradi. Mini yubka kiyar qizlar qo'shig'im o'sha to'ylarda, xizmatlarga bemor qo'shig'im, sog'inib tonglar otguncha qo'shig'im, keyin qirmizi olma va omadim kelmadi. Mana shu 6 ta qo'shiq. Lekin mana omadim kelmadi deymiz, ancha omad olib keldi-da shu qo'shiq sizga bor-ku. Erkin Fayziyev Ulug'bek aka salom va omad deyapti. Ozodbek Nazarov musiqachisi menimcha, Jahongir Mavliyankulov menimcha bular Rizanovadan mana bog'landi. Yildiz Bobojon qiz assalomu alaykum demoqchi. Istanbuldan sizga Oybek Nizamov salom, Ulug'bek Farg'ona Chimyondan salom. Demak Isakov Donyorbek ijodingizga omad Ulug'bek aka. Navruz Valiyev Ulug'bek aka san'atdan boshqa nimalarga qiziqasiz? San'atdan boshqa yana filmlarga ko'rishga qiziqaman. Juda ham kinoni yaxshi ko'raman. Masalan, so'nggi paytda qaysi film tomosha qildingiz? Ben Affleck ijrosidagi Rasplata degan kinosini ko'rdim. Yoqdimi shu film sizga? Birinchi o'rinda menga aktyorni o'zi muxlisi bo'lganligim bois ko'rgan bo'lsam, ikkinchi o'rinda o'sha nosog'lom ko'rinishda bo'lgan insonga qilingan katta e'tibor kelajakda uni butun holatda bo'lishiga ham qanaqadir bir narsani ko'rsatganda, mana shu narsasi yoqdi. Undan tashqari yana kuni kecha yana bir kinoni ko'rdim. Menga juda ham yoqdi. Snowden degan kinoni ko'rdim. Men shu kinodan ham juda ta'sirlandim. Nimasi yoqdi shu filmni sizga? Birinchi o'rinda aktyorni yaxshi ko'raman. Ikkinchi o'rinda haqiqatlari yoqdi. Mana qarang, o'sha filmda demak rejissyor tomoshabinga savol qo'yadi. Snowden xiyonatkormi yoki vatanparvarmi degan savol qo'yadi. Sizningcha javob nima? Vatanparvar. Nimaga? U masalan vatanning sirlarini ochdi-ku. Agar bilgan bo'lsangiz, o'sha yerda bitta joy bor. Biz bunaqa qilishimiz mumkin emas-ku. Deydi she'riydi. Nima qilsan, nima deyapsan, nima deganing bu qo'ysangchi, sharoiting to'g'rilasangchi deydi. Mana shu narsani qabul qila olmaydi. Ya'ni o'zini unga berilgan imkoniyatni suiiste'mol qilish noto'g'ri ekanligini o'zi qabul qiladi. Men endi u kinoni ko'rganda bir vatanni bir sotgan bir inson yoki vatanparvar inson ko'rganda emas, inson o'zini vijdoniga qarshi chiqa olmaydigan insonni ko'rdim. Farqi yo'q, boshqa narsada bo'lishi mumkin. Masalan, har birimiz hayotimizda bitta narsa bo'lishi mumkin-ku, birgina qadamimiz evasiga katta bir narsaga erishamiz, boylikka yoki bir e'tiborga. Lekin shu sizniki bo'lmay turadi-da, shu noto'g'ri emasmi, qilmaysiz-ku. Mana shu narsa haqida, shu qahramonligi yo'q.
Tushunarli. Endi Snowden voqealari real hayotdan olingan. Mayli utopik savol bo'lsa ham, Snowden bilan yuzma-yuz ko'rishganingizda nima degan bo'lardingiz? Nima bo'lganda ham oilani birinchi o'ringa qo'ygan degan bo'ladi. Tushunarli. Va unga oilaviy baxt tilagan bo'lardingiz. Dilshod Turdimurodov, ingliz tilida qo'shiq kuylasalar yarashadi. Jasur aka, rahmat. Ajoyib, meni eslab o'tdingiz. Hurmatim cheksiz sizga debdi. Rahmat. Isaka Doniyorbek, Koreyaga konsert bergani keling, muxlislaringiz ko'p dedi. Mana shu Koreyaga ko'p taklif qilishyapti, chunki biz hozir Jasur Hamroyev bilan bir necha davlatlarga Qirmizi olma nomli konsert dasturini bir kichik ko'rinish haqida taqdim etish qilyapmiz. Nasib qilsa mana shu Koreyaga ham borish kerak, chunki Koreyada juda ko'p muxlislar borligini, o'qishga, ish yashashga ketgan o'zbeklar bor. Shu muxlislar, hatto koreys muxlislarimiz borligini ham xabar topdik. Sakarischa ham kuylab borasiz endi. Kuylab boramiz. Niso Sonna Nyu-Yorkka keladilarmi? Siz o'sha gaplashayotgan konsertimiz Nyu-Yorkdami yo avvalda Nyu-Yorkdami? Mana yolg'on bo'lmasa, mana dasturxon oldida o'tiribmiz. Sarbon Art restoranida. Muxlislarga qaratib bir narsani aytamiz. Tez kunlarda agar nasib qilib Xudoyim yo'limizni ochib, ishimiz o'xshasa, tez kunda Nyu-York shahrida diydor ko'rishamiz. Xudo xolasa, Sherzod Kasiyam farzandlaringizni ham san'atkor bo'lishni istaysizmi? Hozir shu savolga javob bera olmasam kerak deb o'ylayman. Lekin hali men san'atkor bo'laman, unaqa bo'laman degan gap chiqqani yo'q hozirda. Ular ko'proq qahramon bo'lishga intilishadi. Qizim masalan doktor bo'lishga, ovqatlar pishirib berishligi, bir narsalar qiziqsa, o'g'limni qanaqadir qahramon bo'lishga, ya'ni yomon narsalarni yo'qotishga, ularni o'ldirishga, yaxshi narsalarni ko'paytirishga. Balkim xalqimizda bir harbiy bo'lardi, bilmayman. Eng kerakligi mana shu yaxshi inson bo'lsa, qaysi O'zbekiston xalqi, O'zbekiston vatani uchun mardonavor, meni har doim yuzimni yorug' qiladigan, faxrlangan inson bo'lsa, men shuni orzu qilaman. Yashang. Bahodir Abdullayev yana Nyu-Yorkdan yozmoqda. Assalomu alaykum Jasur aka, Ulug'bek aka, rahmat g'oyibona uchrashuv uchun, sizlarga omad dedi. Yana Koreyadan salom. Abdulhayot Fazilov, salom Ulug'bek aka, Koreyadan. Надмира Мурадова, привет из Нью-Йорка. Жду вас в Нью-Йорке. Очень уважаю ваше творчество, очень обожаю ваши песни. Много смысла и реальности. Желаю удачи, успехов в будущем. Rahmat. Hilola Ne'matjonova, assalomu alaykum Ulug'bek aka, ijodingizga omad. Parvina Gulyam Nazirova, rahmat dedi. Intizor Ulug'bek aka, ijodingizdan ko'nglingiz to'lmagan paytlar bo'lganmi? Tanqid qilishsa dilingiz og'rigan paytlar bo'lganmi? Har doim to'lmaydi. Nafaqat to'lmagan, hech qachon to'lmaydi. Balkim shuning uchun ham yaxshi ijod namunalari yaratiladi. Bir shunaqa savol bergan, shunaqa san bu yaxshi narsa, bu yaxshi bo'ladi. Shunda inson izlanishi boshlaydi. Lekin tanqidni yaxshi qabul qilaman, faqat bitta tanqidni. Ya'ni o'sha tanqid orqasidan haqiqatda niyati o'sha insonni to'g'rilash bo'lsa. Odatda tanqidni ko'tara olmas ekansiz deyishadi-da, hamma o'qiydigan joyga bir siz tanqidsiz yozib yuboradi. Agar bir insonni bir joyi yirtiq bo'lsa, Jasur, o'sha yirtig'ini "Voy, ishtoning yirtilib qopti, ili ko'ynaging yirtilib qopti, yop qo'y" desa hamma qaraydi, keyin u yopadi. Yoki sekin oldiga kelib turib, "Kechirasiz, sho'tingiz yirtilib qopti" desishi u boshqa. Men mana shu ikkinchi tanqidni qabul qilaman. Ya'ni maqsad uyaltirish emas, maqsad to'g'rilash haqidagi tanqid. Afsuski bizda bu narsa sal kamroq. Ko'p jurnalistlar, ko'p anaqalar, ba'zi bir saytlar, ba'zi bir anaqalar bor, men tushunmayman. Ularni obro' e'tibori faqatgina kimnidir bilmayman, bir nojo'ya bir xatti-harakati olib qolingan videodan yoki bo'lmasam tarqalib ketgan qanaqadir noto'g'ri surati orqali oila boqyapti, yeyapti, yashayapti, obro' orttiryapti. Afsuski shunaqa insonlar bilmaydiki, uni xor bo'lganini hammamiz ko'ramiz. Tushunarli. Gulergan Ulug'bek rahmatullohga gap yo'q, energiya, yaxshi kayfiyat beradi qo'shiqlari demoqda. Alloh panohida asrasin, oilangiz
baxtiga, oilasini baxtiga dedi. Javlonbek Saidmuradov, Ulug'bek aka muxlisingizman. Sizni shuning uchun ham 2013-yil baxtli kunimda to'yimda xizmat qilib berganingizdan minnatdorman. Sog' bo'ling. Yana Zuhrat Saliyeva yozdilar. Rahmat, hurmat qilaman sizni ham dedi. Menimcha video endi e'tiborda, chunki odamlar juda ko'p. Yo'q. Tomosha qilayotganlar, kanalimiz hozir yanada murakkablashyapti. Shuning uchun azizlar to'g'ri tushunasizlar. Savollar 2 marta berish shart emas. Biz hammasi o'qib berishga harakat qilamiz va video sizlarga kechikib boradi. Isakov Donyorbek, dam olgani Koreyaga keling aka, mehmon qilamiz. Bor ekansizlar mana. Dam olgani chaqiradigan muxlislar ham bor. Nafaqat xizmatga, lekin o'sha dam olish bahonasida xizmat ham qilamiz. Yashang. Shahboz Aripov, xayrli oqshom. Yaqinda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Savolga kelsak, siz xizmatda bo'lganmisiz? Ya'ni harbiy xizmatda demoqchi. Bo'lgan bo'lsangiz, xizmatdagi eng yaqin do'stingiz bilan aloqalar saqlanib qolganmi? Yaxshi savol. Endi bizda oliygohda o'qiganimiz uchun xizmatimiz o'sha oliygohni o'zida bo'lib o'tgan, chunki o'sha paytda bilsangiz, 1 oylik menimcha. yo'q, 1 oylik ham deyilmasdi. Nima deyilardi shuning nomi? Esimdan ham chiqib ketdi, chunki men 12 yil bo'ldi oliygoh tugatganimga. Suhbatimiz davomida eslab o'taman. Oti nima diramidi? Poligon dermidi? Shunaqa bir narsa edi. O'sha institut o'zini qoshida bo'lardi, o'sha yerda o'qilardi, o'sha yerdan guvohnoma olinardi. Endi haligi boshqa harbiylarga o'xshagan bir qiziqarli bir anaqalarimiz bo'ldi. Lekin harbiylarni juda ham yaxshi ko'raman. Yaqin do'stingiz o'sha xizmatda bo'lgan? Butun mana o'sha Patok institut guruhim bilan birga borganmiz. Malik Abduvaliyeva, chiroyli ijro etasiz. Jonli konsert qo'ya olasizmi? Menimcha nasib qilsa, ha. Nizom Rahimjonov, Namaste Hindistondan yozayotgan iqtidorli yoshlarimizdan biri. Nizomjon, assalomu alaykum Jasur aka, Ulug'bek aka, rahmat, iltimosimizni inobatga olib Ulug'bek aka bilan intervyu qilganingizga Hindistondan salomlar dedi. Muzaffar Gaziyev, Ulug'bek aka, qirmizi olmani birinchi siz kuylaganmisiz? Tarix haqida ayting. Mana juda ham qiziqarli savol bo'ldi. To'g'ri savol bo'ldi. Ya'ni hozirgi vaqt savoli. 2014-yil. Men hozir sizga hatto bir narsa ham ko'rsataman muxlislarimizga. 2014-yil adashmasam shu yoz oyini oxirlari edi. Yoz oyini oxirlari edi. Mana 2014-yil ekan, ha. Baxtiyor Sobirov bilan birgalashib Qirmizi olma qo'shig'ini dunyoga kelishi, ya'ni o'sha Fazliddin, Xushnudbek Darveshev shoirimiz birgalikda shu qo'shiqni boshlaganmiz. To'g'risi esa menga boshida yoqmagan, kuylamayman deganman. Qirmizi olma. Qirmizi olmani yo'q, kuylamayman deganman, lekin majburlatib meni ettirishgan va bu 2015-yildagi Yoshlik qaytmaydi nomli konsert dasturimga qo'shilgan eng oxirgi qo'shiq bo'ldi. Va konsertdan so'ng eng ko'p so'ralgan qo'shiq bo'ldi. 2016-yilda yolg'on bo'lmasa mana shu Qirmizi olma qo'shiq bilan o'tkazdim desam yolg'on bo'lmaydi. Va bir necha boshqa yurtdosh qo'shni davlatlar, boshqa san'atkorlar tomonidan bu qo'shiq iliq qabul qilinib, qayta kuylab chiqildi. Kuni kecha eronlik bir xonanda tomonidan kuylangandan so'ng odamlarda savol tug'ilib qoldi. Buni kim asli muallifi kim? Asli muallifi kim? Nahot bu bo'lsa, xavotir olmanglar. Asli muallifi o'zimiz o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz, o'zimizning kompozitor Fazliddin, Baxtiyor Sobirov, Xushnudbek shoir, ularga tegishli. Buni haqiqiy ma'lumot sifatida YouTube orqali ham bilsa bo'ladi. Ya'ni vaqt jihatidan qo'yilganligini, ya'ni yaqinda qo'yilgan bo'lsa, u oy, kuni ko'rsatiladi, soatlari. Qachon? Bizniki 2 yilga yaqin vaqt bo'lyapti. Undan tashqari har bitta boshqa ijodkor tomonidan kuylangan ijrosini tepasida bizni o'sha kichkinagina logotipimiz, ya'ni предлагаем degan joy bor. Qo'yib qo'yilgan, ya'ni ularga ham. Bu ham o'sha YouTube, ofitsialniy YouTube o'sha orqali to'g'irlab qo'yilgan. Lekin bilasizmi, bir narsani men qilaman. Inson, men boya sizga ham aytdim. Ulardan xafa emasman qo'shig'imni kuylashganidan. Bu yerda voy kim olibdi, kim o'g'irlabdi gap unda emas. Ijrochi ijro qilish yaxshi ko'radi. Qo'shiqchi yaxshi qo'shiq kuylashga majbur. Kuylamasa kasal bo'lib qoladi. Yaxshi qo'shiq chiqmayotganligi bu xonandaning aybi bo'lmaydi. Bu bastakor ham aybi bo'ladi. Ya'ni
bastakorlarda zo'r qo'shiq bo'lmagandan keyin xonanda majbur bo'ladi zo'r narsa qidirib ijro qilishga. Agar zo'r narsa bo'lsa, hech kim boshqaga birovga e'tibor qilmaydi. Shuning uchun men hammasidan roziman, o'zim yordam berdim. Hattoki shu Qirmizi olma qo'shig'im va bir necha boshqa qo'shiqlarni kuylashdi. Shu orqasidan butun dunyoda do'stlar topdim. Gretsiyadan, Hindistonda mana Raj Manohar degan meni hamkasbim bor. Varsal degan Gretsiyada o'zi hozirda adashmasam Vladikavkazda xizmat qiladi. Ijodini yurishda Rossiya taraflarida u bilan kuni kecha mana eronlik ularni retro san'atkori, ustoz san'atkor bilan ham xudo xolasa tez orada bir ijodiy hamkorlik etmoqchimanki, yaxshilikka yoyish kerak. Kim nima qilibdi ekan degan yomon xayollar tashlash kerak. Zo'r bo'pti deyish kerak. Bo'ldi. Yaxshi niyat qilish kerak. Tushunayli. Olamgir Jo'rayev Tojikistondan sizga salom yo'llamoqda. Demak, Mirshohid Meliboyev Ulug'bek yaxshimisiz dedi. Akmal Tillaboyev Sardor Rahimxon bilan munosabatingiz, mishmishlarga nima deb javob berasiz? Sardor Rahimxon bilan munosabatim juda ham yaxshi. Mana bugun ham birga edik. O'sha harbiy bayram 25 yilligiga bag'ishlangan harbiy bayramda birga repetitsiyada qatnashib kelayapmiz. Juda ham yaxshi inson, juda ham harakatchi inson. Qoyil qolsa bo'ladigan jihatlari juda ham ko'p. Men hurmat qilaman, chunki u bilan bog'liq o'sha hayotimda, ijodimda, yoshlik davrlarimizda bog'liq, ya'ni o'sha oilali bugungacha yaxshi bir xotiralarimiz bor. Hatto Instagram sahifalarimiz orqali ham suratlarimizni ko'rganlar ham bor. Men o'zi shunaqa insonmanki, bilmadim, balki oldin shunaqa bo'lmagandirman. Balki. Lekin hozirgi kundagi meni fikrim, tushuncham hamma bilan yaxshi bo'lish. Pajarnichi bilan ham yaxshi bo'lish deydi-ku haligi hazillashib ketganda. Chunki hamma bilan yaxshi bo'lish kerak deb o'ylayman. Hamma bilan zo'r bo'lish kerak. Kim bilandir negativga bormash kerak. Juda yaxshi. Bizning kasbda esa bu alohida ahamiyatga ega. Tushunarli. Shu o'rinda meni o'zimda savol tug'iladi. Sizga agar sizda hozir maslahat olishga bironta bir sabab tug'ilsa, Ozodbekdan olarmidingiz, Nazarbekovdan yoki Sardor Rahimxondan? Albatta Ozodbek Nazarbekovdan. Chunki Ozod akam hayotda ko'p qiyinchilikni ko'rgan, Og'ir yengilni ko'rgan. og'ir yengilni ko'rgan, Pasti balandini. ko'p yoqa yutgan deydi ko'yni va ko'p kitob ham o'qigan va o'zimda yo'q bo'lgan hislatlarni shu insonni ko'rganim uchun Ozodbek Nazarbekovdan olgan bo'lardim. Tushunarli. Mening uchun qiziq. Rahmatullayev ayni kundagi eng yaqin do'sti kim san'atkorlar orasida? Ayni kunda Abdurashid Yo'ldoshev bo'lsa kerak. Endi u inson nafaqat do'st, aka sifatida men yaxshi ko'raman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshev bilan qolgan san'atkorlar bilan ham hammasi bilan yaxshiman, lekin ko'proq birga choy ichamiz, qattasam keldi, bir-birimizni ko'p eslab, o'sha taom yeganda ham eslab chaqiradiganimiz Abdurashid Yo'ldoshev. Tushunarli. G'iyos Aytmurodov nimadan ilhomlanasiz ko'pincha? Qaysi ma'noda? Ijod taraflanmami yo Bu haqida so'ralmagan. agar ijod bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ko'proq kinodan ilhomlanaman. Kinodan. Filmlardan. Demak, Faizxon ham yozdi. Mening ham o'g'lim, bir o'g'lim Muhammad Yusuf deb. O'qib qo'ying. Pokistonda o'sha muxlisingiz fikrlari. Demak, Munojat Ziyaxonova, salom Ulug'bek, xush kelibsiz. Farzand muborak bo'lsa, rizq nasibali, solih yigit bo'lsin deb chiroyli tilak bildirdi. Gulergan Istanbuldan Ulug'bek, tabriklayman, farzand muborak dedi. Menimcha videomiz endi yetib boryapti va ularni ham tilaklar kechib keladi. Sirdaryo navolari Ulug'bekka qaysi san'atkorni o'ziga ideal deb bilasiz? Qaysi san'atkorni o'zimga ideal deb bilaman? Judayam zo'r savol berdilar va qiyin savol berdilar. Chunki menda shunaqaki, bir necha san'atkorlarda mana bir san'atkorda bir narsasi bo'lsa, bir narsasini ko'rmayman. U narsa boshqa bir san'atkorda bo'ladi-da. Demak, Keling, men sizga hisoblab beraman. Demak, ideal yo'q. Ideal insonni o'zi yo'q-ku, lekin demak, yaxshi sifatlar yaxshi sifati bor tarqalgan. bo'lgan hamma san'atkorlardan yig'ilgan holatda bir narsa olishga harakat qilaman. Masalan, Farruh Zokirovni hurmat qilaman. U insondagi o'sha intelligentность deydi-ku, etiket, har doim o'sha chiroyli, toza galstuklarda deymiz. Mana shu hamda qo'shiqlarini qanaqadir garchi o'sha
safarlari qanaqa chet ellarda bo'lsa-da, bir narsa bo'lsa-da, lekin milliylikni birinchi o'ringa qo'yib kelgan. Shu xislatlarni Ozodbek Nazarbekovdagi qanaqadir og'ir bosiqlik, kamtarlik, qanaqadir xislatlarini aytaman. Mana shunaqa kabi ko'p insonlarga havas qilib kelaman bir nechasiga va o'zim bilmagan holatda balkim shularni bir xislatini olarman. Tushunarli. Dila Ismatovna, Salom Izraildan. Jasurjon Ulug'bek, qachon Samarqandda konsert berishni rejalashtirgansiz? Samarqandda konsert berishni har yili konsert beramiz. Samarqandda konsert berdikmi bu yil biz Samarqandda? Berdik-a, aytgancha. Bu yil berdik-a? 2016. 2015-yil, uzr, 2015-yil konsert berdik. 2016-yil bera olmadik chunki boshqa viloyatlarga safar bo'lganligi uchun sabab bo'lib qoldi, lekin Samarqandda har yili o'sha amfiteatrda basseyni bor, amfiteatr bor, o'sha yerda konsert beramiz. Tushunarli. 2017 boramiz, xudo xolasa. Demak, ko'p san'atkorlar prodyuserlardan, administratorlardan jabr ko'rayotgani haqida ko'p eshitganmizda. Siz bu borada menimcha juda bu borada omadli chopgan, chunki ukangiz tanlagan, Dilshod Rahmatullayev tanlagan, siz o'z administrator sifatida va to'liq ishonasiz. Siz ham jabr ko'rganmisiz administratorlaringizdan? Unga qadar ukangizni administrator qilib tanlamaguningizga qadar. Endi men esimni tanimmanki, qaysi ma'noda Dilshod har doim birga bo'lgan, chunki baribir jigar bo'ladi, jigarchalik hech kim yaqin bo'la olmaydi. Ana aytishadi, qo'lingdan to'kilsa qo'njingami deydi, masalan, har qanaqasiga burgan taqdiringizda ham bu fikrga taqalasizki, lekin bitta narsa bor. Ko'pchilik aytadiki, faqat jigaring bo'lsagina anaqa bo'lasan. Yo'q, men shu fikrga qo'shilmayman. Agarda inson o'zi to'g'ri bo'lib, qalbidan yaxshilikni ravo ko'rib, yaxshi narsalar haqida o'ylab, yaxshi fikrlar gapirib yursa, yon atrofi avtomatik holatda ana o'sha ob-havoga, o'sha narsaga moslashib o'zi to'g'rilanib qoladi. Ko'p holatlarda ijodkorlarning yonida men hayron qolamanki, shu haftasiga administrator o'zgaradigan insonlarga men qo'yil qovuraman, tan beraman ular. Men bunaqa jasur, menda bunaqa narsa men qilolmagan bo'lardim. Lekin men aytamanki, imkon qadar yon atrofimizdagi insonlarni saqlab qolishga harakat qilishimiz kerak. Kechirimli bo'lish kerak-da. Odatda arzimagan sabablar bilan ko'p munosabatlar buzilib ketadi va eng qizig'i o'sha ikki insonga mana shuni ta'sir sezadi. Men ko'p buni guvohi bo'ldim. Endi balkim Dilshod ukam bo'lgani uchun men endi ko'pchilik balki shunaqa o'ylashi mumkindir. Qanaqadir bularda bir tortishuvlar, bir narsa bo'lmaydi. Dilshodni dabdalasini chiqarib oladigan paytlarim bo'ladi. Uni o'zi ham biladi. Hatto nima edi, bir-ikki kun o'ziga ham kela olmay yuradigan kunlari bo'ladi, chunki iloji yo'q. Balki shuni boshqa birov ko'tara olmagan bo'lishi ham mumkin. Balki mana shu yutuqimizdir. Lekin ancha uni ham tuzlab turadigan paytlarim bo'ladi, chunki ukam ijoddan tashqari administrator ishda mana bitta narsani men ochiqchasiga tan olib aytaman. Ishda ishdek ko'riladi. Ishda u mening qo'limda ishlaydigan, meni xodimimdek munosabatda bo'ladi. Ishdan tashqari aka-ukachilik. Chunki bu narsa baribir bog'liq. Haligi ishdek ko'rib, o'sha o'zini o'ziga munosib bo'lgan o'sha ishlarni qiladi, ortiqcha anaqa bir narsalarni qabul qilmaydi. Aka-ukachilikda aka-ukachilik. Boya aytib o'tdingiz, xodim sifatida demak ukangizni tuzlab turaman dedi. Sizni kim tuzlab turadi? Menimi? Opam. Oyingizlar. Endi ota-onam uyda men xursand bo'laman, chunki mana yoshingiz, mana masalan onasi bor odamlar hech qarimaydi degan bir qo'shiq bor-ku. Ota-onamiz umri uzoq bo'lsin, onam adashmasam shu 2 kunda bir meni tuzlab turadilar. Tuzlab turiladigan sabablarni aytib beraman sizga. Bizning kasbimiz shunaqaki, oilaga ko'p e'tibor qila olmay qolamizda, o'sha shu aybimiz bo'ladi. O'sha kerakli paytda bo'lib bera olmay qoladigan holatlarimiz bo'ladi. Ota-onaga ko'p pul berib, ota-onani yeb-ichishini chiroyli qilib, ota-onani sharoitini zo'r qilib qo'ydi degani bu bo'ldi. Ota-ona sendan rozi, voy boplab qo'yib sana, ha degani emas. Ota-onaga e'tibor kerak.
bu narsalar ikkinchi darajali narsa. Ko'pchilik o'ylaydiki, men bunaqa qilib qo'ydimki, men bunaqa qilyapman bo'ldi-da. Yo'q. Ota-onaga $1,000,000 ko'ra ota-ona oldida 1 minut o'tirib choy ichganing qanaqa. Mana shu narsalarni qila olmay qolganimda ko'p gap eshitaman. Keyin kech yurmagin degan gap eshitaman. Ya buni adam ko'proq otam bo'lsa. Lekin men uyalmayman bu gapga tushib. Men yoshligimda ko'p kalta yerdim. Yaxshi ma'noda va yaxshilik bo'lgan shu narsa. Otamlar ko'p meni bexini cho'pi bilan urardilar. Men o'ylardim, nimaga aynan shu bexini cho'pi? Akazisi bexini cho'pi qattiqroq teyar ekan va sinib ketmas ekan. Haligacha eslashib kulamiz, adam bilan yomon urardingiz a desa. Mana shu urganlarim foydasida hozir deb hazillashib qo'yadilar. Endi to'polonchi bo'lganman, jasur. Men tan olib aytaman. 5 ta farzand ichida eng sho'x, eng ko'p muammo qiladigan 5 ta maktabda o'qigan, har doim kim bilandir urushgan, kimdir xafa bo'lgan inson men bo'lganman. Shuni hisobiga yetarlicha o'sha. Va bugun oilani eng mashhur vakili ham. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Qaysi ma'noda shularga javobmikin, balkim bir anaqamikin o'sha paytda qilgan bir gunohlarimizni sekin yuvordi desak noto'g'ri bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham bir tozalab turibmiz. Yashang. Oybek Nizamov, Ulug'bek farzandingiz qutlug' kelgan bo'lsin, umri rizqi bilan bergan bo'lsin dedi. Malika Abduvaliyeva, farzandlaringiz baxtini ko'rish nasib etsin. Isakov Doniyorbek, tabriklayman, umri bilan bergan bo'lsin Ulug'bek aka. Rahmat, sog' bo'ling. Hammaga rahmat. Murodov, Jasur aka, men o'zim ingliz tilida ustozlik qilaman degan bir fikrlar bildirdi sizga. Demak, sizni xafa qilish osonmi deyapti G'iyos. Menimcha shunaqaroq bo'lsa kerak-ku, oldinga qaraganda sal kamroq, lekin ha, shunaqa to'g'ri bo'ladi. Halol bo'ladi shu gap. Lekin uzoq vaqt xafa bo'lolmayman. Aha, tushunarli. Oybek Nizamov, qaysi san'atkorning shogirdisiz degan savol berdi. Meni san'at ustozim qo'shiqchi emas. Odatda qo'shiqchining shogirdi bo'ladi-ku. Mana masalan Ozodbek Nazarbekov shogirdlari Alisher Fayza masalan. Yana shu kabi boshqa bir shogird bo'ladi. Menda ustozim qo'shiqchi bo'lmagan. Men endi otini aytmayman, bir necha insonlarga borib o'sha paytda ko'p yillar oldin murojaat qilganimda sal e'tibordan chekkaroqda bo'lganman. Qanaqadir e'tiborga olinmaganman, lekin xafa emasman. Chunki o'zim ham mana hozir bitta shogirdlik olingsa, ishdan ortib shogirdlikka qaramaysiz. Shu bois boshqa inson, ya'ni o'sha kompozitor insonga shogird tushganman. Farruh Badalboyev meni ustozim bo'ladi, kompozitor, aranjirovkachi inson Farruh Badalboyev. Bu mashhur Jasur Badalboyev amakisi. Amakisi. Qaysi biri ko'proq hit yaratib bergan siz uchun? Nima Jasur bilan ishlaganmiz Badalboyev bilan? Jasur Badalboyev kompozitor emas. Jasur Badalboyev to'g'ri kompozitorlik ishlari bor, lekin ko'proq Jasur aranjirovkachi, ya'ni o'sha sound maker deydi. Sound yaratishda unga yetadigan musiqiy sayqal beruvchi. Musiqiy sayqal beruvchi. Unga yetadigan yo'q, u number 1. Bizada hozir. Bizada men shunaqa deb bilaman, aynan o'shanaqa bo'yicha. Farruh Badalboyev esa ko'proq o'sha kompozitsiyalar, qo'shiqlar yozishlarda yorim yoniga borsam, yo'limni to'sguvchi yo'q, yurak dardimni yorsam ham, tilimni kesguvchi yo'q, tilimni kesguvchi yo'q degan bir qo'shig'im bordi. Swap degan joyi bordi yonida. Esingizda bo'lsa agar 15 yil oldin. Mana shu qo'shiq Farruh akam bilan birga yozganmiz. 2 yil davomidami, adashmasam. Va ayni paytgacha nechta qo'shiq yozib berdi Farruh Badalboyev? Farruh akam bilan hazillashamiz. Farruh akam shu 2 yilda, 3 yilda bitta qo'shiq yozadilar. Chunki ilhom shunaqada, lekin hozirgi kunda Farruh akamning sohasi, ya'ni o'sha san'at o'rnidagi sohasi ko'proq bizda bir soha rivojlandi-da, Jasur. Men shuni ta'kidlab o'tishim mumkin. Chiroyli aranjirovka qilib berish, chiroyli she'r yozish, bu ham bir rivojlangan bo'lsa, zo'r studiyalar bo'lsa, endi studiyalarda ovozni chiroyli yozib olish uchun ham alohida bitta mutaxassis kerak bo'lib qoldi. Tushuntir oldim? Shunaqa san'atkorlar bo'ladi-ki, ularni ichidan sug'urib olish kerak. Bu Farruh akam hozir shunaqa sug'urib oladigancha sohada ishlayapti. Ya'ni ettirib oladi. Juda ham ko'p insonlar, Shahzoda, Lola, Rayhon,
Shohruxxon mana hozir yangi konsertiga yozyapti. Yaxshi ijodkor, ustozim, faxrlanaman, rahmat. Tushunarli. Qarang mana internet qudratini qarang bugun. Sizni hozir mana Yaponiyadan tomosha qilishyapti. Nimaga savolingizni o'qimadingiz deb hatto mana Telegramdan menga yozishyapti, Buyuk Britaniyadan. Eshityapsizmi Rahmatullayev? Telefonda siz kimdir bezovta qilyapti. Yo'q, menga ham yozishyapti. Bir narsalar yozishyapti muxlislarimiz. O'shanga anaqa turibman. Ko'rdingizmi mana internet qudratini qarang. Mana endi ketdik shu bilan. Musofir Shahzodabek. Men imkon qadar hammani savollarni, fikrlarni, kerak bo'lsa tanqidlarni o'qib berishga harakat qilaman. Bular xafa bo'lishadi. Men gohida ko'p savol bersam, Jasur aka bizlarni fikrlarimiz qolib ketdi degan, shuning uchun tez o'qib beraman va yana o'zim savollarga o'tamiz. Musofir Shahzodabek. Assalomu alaykum Yaponiyadan. Yaponiyaga kelganingizda albatta Beppo shaharchasiga keling. Bu shahar dunyoda o'zini shifobaxsh issiq buloqlari bilan juda mashhur. Albatta mehmon qilamiz. Qarang. Bir tarafı bu yoqdan Osiyoni oxiri, bu yoqdan Buyuk Britaniya, u yoqdan Chikagogacha o'tib ketdik, Amerika Qo'shma Shtatlari, endi manchoz Afrikaga ham sekin yetib boramiz. Demak, salom aka, New Yorkdan dedi Azamat Qahhorov. Aka, ijodingizga omad dedi Aziz Xo'jabekov. Jamshidbek Karabayev Koreyadan salom yo'lladi yana. Jamshid Qurbanov, menimcha tanisangiz kerak, Ulug'bek ajoyib inson, juda hurmat qilaman deb yozdi. Jamshid aka Qurbonov bu lord doktorimiz. O'zbekistonda nomer 1 birinchi raqamli o'sha lord doktori. Aynan san'atkorlar yo'nalishi bo'yicha ko'proq mutaxassisligi anaqasi bor. Ovoz bo'yicha ko'p. Konsertimda ham faol yonimdalar. Sog' bo'ling Jamshid aka, yaxshi inson Jamshid akam. Fursatdan foydalanib bir narsa haqida ma'lumot bermoqchiman. Mana bizda men xursandman-da, bilasizmi, faqat san'atkorlarning sohasi, hamma soha oddiy mana shu restoran deymizmi, doktorlar deymiz, mana shu Jamshid akamni ham bir zo'r narsa o'ylab topdilar. Jamshid aka Qurbonov. Har birimiz uyimizda o'zimiz individual qo'limizda imkoniyat, ya'ni o'sha shamollash, o'sha yuz, o'sha quro burun tomoq bilan bog'liq bo'lgan shamollash joylarni o'zimiz uyda turib davolaydigan shunaqa bir narsa o'ylab topdilar. Ya'ni moslama yaratdilar. Uning ichiga o'sha parashoklari bor, damlamalardan. Bemalol uyda yuvinib o'zimizni davolab yurishimiz mumkin endilikda. Mana qarang, bu xursand zo'r narsa. Demak, bizning yurtimizda rivojlanish katta. Katta. Farruh Sagdiyev, salom akajon, Qirmizi olma qo'shig'ingiz juda ham kit darajada bo'ldi. Sira nimada qo'shingizni chet davlatlarda ham kuylashmoqda? Qaniydi bilganimda shu sirani. Bilmayman-da. Hamma qo'shig'imga qilardim shu sirni. Dori bor deb dorini ichib olaman-da, keyin albatta hazil. Bilmayman, bu hammasi Tangrimdan, Allohimdan. Menimcha o'sha paytda nimadirlar to'g'ri qilib qo'ysaga, to'g'ri ish qilsa kerak. Tushunarli. Zuhriddin Nizomov, assalomu alaykum Jasur aka, Ulug'bek aka. Avvalo sizga rahmat Jasur aka samimiy suhbat uchun. Ulug'bek aka, yangi mehmon qutlug' bo'lsin. Umri rizqini bergani bo'lsin, bergani rost bo'lsin, rohatini demak ko'rish nasib qilsin. Oilangizga tinchlik, totuvlik, o'zingizga mustahkam sog'lik, ijodingizga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman deb chiroyli fikrlar berdim. Asr bo'lmasa, demak kennayimizga, ya'ni rafiqangizga qachon guldasta sovg'a qildingiz? Sir emas? So'nggi paytda. Hozir aytaman sizga. 7-yanvar kuni. 7-yanvar kuni juda ham chiroyli guldasta sovg'a qildim. Buni доказательство sifatida, isbot sifatida Instagramga kirsanglar, qora kurtkada 6-raddonmi tegida shartta rasmini chiqib qo'yganman. Yaxshi. Yana shu o'rinda savol tug'iladi. Telefoningizni rafiqangizdan bekitasizmi? Telegram? Yo'q. Yozishmalaringiz? Yo'q, mana juda ham zo'r savol berdingiz. Aybing bo'lsa bekitasan. Yaxshi. Qo'rqadigan narsang bo'lsa bekitasan. Meni o'sha telefon parollarim deymanmi yoki bir hamma narsasini biladi. Hamma narsa, hattoki o'zi olib tomosha ham qilib o'tiradi. Endi to'g'ri, ba'zida bir xil muxlislarimiz tarafdan telefonimizni qanaqadir bilib olib, bir narsa qilib, bir SMS-lar yozib qo'yishadi. Ba'zida g'ashiga keladi-ku, lekin u narsani to'g'ri tushunadi. Chunki turmush qurishimizdan oldin men hayotimni obdan tushuntirib, kim bilan yashash kerak ekanligi. Yashang. Demak, Pokiston musulmon davlat deb Faizxon yozdilar. Menimcha boya hindistonliklar ham yashaydi, namaste deganingizga Faizxon shunaqa javob berdi. Yo'q, Ulug'bek aka, Pokiston musulmon davlat.
dedi. Demak, Hindistonliklar ham bu yerda borligini bilaman-ku. Yoki Hindistonda pokistonliklar. Hindistonda Ko'proqmi? pokistonliklar ko'p. Ha, yo'qmi? Aha. Abduvoris Ismailov Ulug'bek to'y xizmatga qaysi nomer bilan bog'lansa bo'ladi? Demak, diqqat bilan yozib olishingiz mumkin. Dilshod Rahmatullayev, mana o'sha administratorim. 7 kodi bilan 734 4 8 kodi bilan 307 66 06. Ko'proq mana shu nomerga qaratasiz. 8 kodi 307 66 06. Sizlar uchun mana tekin reklama. Shahzod Karimov Moskvadan alangalik salom. Ulug'bek akaning ijodlariga omad. Qaysi xonadani muxlisisiz dedi Oybek. Ko'plar, ko'p. Juda ham ko'plar. Juda ham ko'p. Bittasini ayting, juda ko'p ekan. Endi hozir bittasiga aytsam, bittasi qanaqa bo'lib qolarmi? Mana shu narsani yomon ko'raman-da, ajratish bor. Ular ko'p. Shohruxxonni yaxshi ko'raman qo'shiqlarini. Sevar Nazarxonni yaxshi ko'raman qo'shiqlarini. Chunki men o'sha menga to'g'ri keladigan narsaligi qanaqadir bor-da. Yuragingizga yaqin. Yulduz Usmonovani yaxshi ko'raman qo'shiqlarini. Katta bo'lganmiz ham shu insonning qo'shiqlarida. Farruh Zakirovni yaxshi ko'raman. Bolalar guruhini qo'shiqlarini juda ham sevib tinglaganman, tinglayman. Ular ko'p. Tushunarli. Fatima Xatichi Mirjan Istanbuldan selam. Sarvar Suyarov salom. Sarvar Suyarovdan va Chikagodan dedi. Va Chikagodan juda ko'pchilik sizni tomosha qilmoqda. Ayni paytda Onajon degan yangi qo'shiq qachon chiqadi dedi Dilshod. Onajon degan yangi qo'shiq? Onajon degan qo'shiq. Menimcha onalar haqida demoqchi bo'ldim. Onalar haqida yangi qo'shiq. Nasib qilsa 2017-yilda mana shu yil konsert dasturimizga yozamiz. Dilshod Rahmatullayev efirga omad tiladi. Xurshid Kasimov assalomu alaykum. Jasur aka Andijonga olib keling Ulug'bek akani mehmonga dedi. Boramiz. Andijoncha oshimiz bor. Andijoncha osh. Hozir osh bilan mehmon qildi meni Jasur Hamrayev. Andijonniki ham o'zgacha. Boramiz. Oybek Nizamov Farg'onaning Chimyonidan ham bor muxlislari debdi. Mana shu Farg'onaning Chimyoniga bormaganman. Maqtashadi, juda ham shifobaxsh havosi, o'sha odamni davolaydigan bir o'zgacha uslublari bor deyishadi. Jamshid Bobojonov efirga omad, biz ham mazza qilib ko'ryapmiz sizlarni dedi. Munojat Ziyaxonov salom Ulug'bek xush kelibsiz. Farzand muborak bo'lsin, umri rizqi nasib bilan bersin. Kelajakda solih yigit bo'lib ota-onasiga faqat rahmatlar keltirsin. Baxtini ko'ringlar dedi. Yana Istanbuldan salomlar. Nuriddin Ravshan bog'landi. Hobbiz nima Ulug'bek aka dedi Isaqov Doniyorbek. Hobbiyimmi? Hobbiyim oldin bo'lardi hobbiyim. Hozirgi kunda hobbiyim bilmayman, Jasur to'g'risi. Hozir men yolg'on bo'ladi bir narsa, shu aytish kerak ekan deb. Demak, hobbiz yo'q. Hozirgi kunda endi hobbi men ko'p kinoni yaxshi ko'raman, deyapman-ku. Men hobbim ko'p kinolar bo'lishi, yig'ish, shu kinolar haqida qayta ko'rish, ular mana shunaqa qiziqqan narsa endi, hobbi to'g'rimi? Kino va yana kino. Gollivud. Demak, Snowdenni hamma tanimaydi dedi Shavkat Bekmirzayev. Gulergan kapalaklar qo'shig'ingizdan bir kuplet iltimos dedi. Gulday go'zal gulim kapalak, senga yetmas qo'lim kapalak, termulaman ortingdan mahzun, kel jonimga qo'ngin kapalak, kel jonimga qo'ngin kapalak. Yashang. Kapalaklar ko'rgazmasiga borganmizcha? Borganman. Yolg'on bo'lmasa 2016-yil yanvar oyida mana shu oyda bordim. Oilaviy o'sha turmush o'rtog'im, ikkita farzandim. Kapalaklar anaqasi ochilgan. Borgan bo'lsangiz, o'sha yerda rostakasi butun dunyodan olib kelingan kapalaklar bog'i yaratilibdi. Juda ham dahshat. Mazza qilgan joyim ana o'sha yerda tabiat bilan ham chambarchash ekanligi sezildi. O'sha sizdan kapalaklar qo'rqmaydi-da, boshingizga, yuzingizga, qo'llaringizga kelib qo'nib siz bilan turishadi. Ana o'sha yerda mazza qildim. Jannat. Dilshodjon Yahyo Ulug'bek imijingizga gap yo'q dedi. Menimcha bu bo'yningizdagi sharafga.
diqqat qaratdi. Endi bu sharfim Jasur Hamroyev ham sharf o'rayaptilar. Albatta hazil. Endi ko'cha sovuq, ehtiyot qilish kerak. Biroz shamollaganman, shuning uchun ham ehtiyot qilib keldim. Xohlasangiz yechib olaman. Bu muxlislaringiz fikri edi. Shahzod Karimov Shahrisabzdan salomlarni yo'lladi sizga. Bularga turkcha qo'shiq aytish niyatingiz bo'lsa, men yordam beraman deb mana taklif berdi. Shahnoza Shukurova farzand muborak bo'lsin. Abdumavlon Usmonov Ulug'bekga eksklyuziv butikka kiyim qo'ydingiz aka dedi. Eksklyuziv butik qayerda edi u? Eksklyuziv butik. Nima eksklyuziv butikdan kiyinib turgansiz shekilli shu butik Yo, endi odamlari. eksklyuziv, ya'ni nimadir eksklyuziv deyiladi-ku. Ya'ni bir nom bo'ladi. O'sha otlari kim dedingiz? Abdumavlon Usmonov. Abdumavlon Usmonov. Boramiz, Abdumavlon. Zila Ismatovna Izraildan ko'p muxlislaringiz keling kutamiz dedi. Izrailga boramiz. Oybek Nizamov aka Barsami Real Madridmi dedi. Mana shu joyda bir savol tug'iladi. Menimcha futbolga unaqa xushingiz Yo'q, yo'q, hushim bor. Yaxshi ko'raman. Ko'proq yaxshi o'yinni tarafdoriman. Albatta Real Madridni qanaqadir Real Madridga bo'lgan e'tiborim ko'proq desam yolg'on bo'lmaydi. Lekin bu degani Barsani muxlisi emasman, Barsani o'yinlari qiziqmas degan. Odatdachi ko'pchilik Real Barsa emas, Messi va Ronaldoni muxlisidir. Shuni tan olmaydi. Ajratib olishgan ikkita inson. Men uchun yaxshi o'yinni muxlisiman. O'sha Messini ham Xudo bergan iqtidoriga tan beraman, qarsa chalaman, lol qolaman. Va albatta Real Madridni ijodkorlariga ham Cristiano Ronaldoni ham o'yinlariga lol qolaman. Ayniqsa agar Barsa bilan Real birga o'ynasa, bilasizmi mana maqtanyapti men o'sha dasturxonga bir nozik ne'matlar qilib, tayyorgarlik ko'rib ko'ramiz o'yinni. Maza qilaman o'shanda. Tushunarli. Marhaba Jumaboy, assalomu alaykum. Men sevgan qo'shiqchim, ijodingizga omad, ko'z tegmasin. Va hattoki bir narsa Koreyadan salom. Cristiano Ronaldo bilan yonma-yon o'tirganmiz ham. Ronaldo bilan yonma-yon ham o'tirganmiz va eng anaqasi sahnaga chiqib qo'shiq kuylaganimda qarsak chalib hayratlanib o'tirgani ham bu esda qolarli bo'lgan, lekin eng katta xato o'sha payt suratga tushmaganimiz bo'lgan. Bu qachon va qayerda sodir bo'ldi? O'zbekistonda o'zimiz Ronaldo mehmon bo'lib kelgan. Ronaldo Cristiano mehmon bo'lib kelganda, bizni konsertimizga mehmon bo'lib kelgan, o'sha yerda birinchi qatorda o'tirib ko'rgan. Menimcha bu katta shov-shuv. Katta shov-shuv. Tushunarli. Koreyada mana salom yo'lladi Marhaba Jumaboyeva. Menimcha Koreyacha juda ko'p muxlislarimiz. Juda ko'pchilik. Bu yoqda mana Nyu-Yorkdan yana Ulug'bek va Bishali приехать в Нью-Йорк в прошлом году deyapti Nadmira Murodova. O'tgan yil va'da berganmidingiz borishni? Ha, shu har yil va'da beraman. Lekin afsuski, Menimcha bu yil amalga oshadi-yu. mana Jasur bitta narsa muxlislarga xabardor qilib qo'yaylik. Konsert berish bu faqat bizning qo'limizga bog'liq. Bizni xohishimizdan kelib chiqib bo'ladi yo bo'lmaydi emas. Konsert uchun katta odamlar, katta bir insonlar ishlaydi, harakat qiladi. U viza deymiz, sozandalar, u yerga borish, harakat, bu hammasi moddiy taraflama ham hisobga olinadi. O'zi emas. Shuning uchun nasib qilsa albatta boramiz. Men Amerikaga lekin bilmayman, shu narsa ko'payib qoldi menda xohish. Menimcha bu yil amalga oshadi burajingiz. Alimardon Abduhalilov, eski qo'shiqlaringiz yodingizdami? Yodingizda bo'lsa bir eshitaylik. Meni yubka qo'shingizni Koreyada muxlislaringiz uchun oldindan rahmat dedi. Albatta har bir qo'shiqlarim yodimda. Hatto savol berishadi, men yedi shuncha qo'shiq qanaqa qilib ushlab turasiz deyishadi. Hammasi yodimda. Endi baribir bitta takrorlab turamiz. Meni yubkadan takrorlamaysizmi o'g'lim? Mini yubka kiyar qizlar, sendan ruxsat so'ramay, yelka ochiq kiyinarlar, aslo ro'mol o'ramay. Yashang. Dilnozaxon, kelajakda qaysi xonanda bilan qo'shiq kuylashni rejalashtirgansiz? Brian Adams bilan. Zo'r orzu. Yo, endi kelajakda keling eksklyuziv sizga bir sir ochaman. Agarda qilayotgan munosabatlarimiz amalga oshsa, hozirda shu harakat bo'lyapti. Turkiyaning mashhur xonandasi hamda avval xonanda sifatida, bastakor va sozanda sifatida mashhur bo'lgan millionlab muxlislari bor. O'zi Germaniyada istiqomat qiladigan Rafael Roman ismli san'atkor bor. Hozirgi kunda mana shu inson bilan
hamkorlik qilish to'g'risida bir taklif berilgan va hattoki xursand bo'lganim taklifimni qabul qilib bir necha ular o'z tarafidan variantlar ko'rsatyapti. Mana bunaqa qilsaychi, mana bunaqa qilsaychi degan. Agar nasib bo'lsa duo qilib turinglar. Shu birinchilardan bo'lib mana shu duetni tinglashga ega bo'lasiz. Albatta bu hali o'sha aytolman-ku. Amalga oshsa harakatimiz. Bir zo'r ajoyib sizga taklif tushdi. Ashot Grigoryan. Добрый вечер. Уважаю ваше творчество. Не хотите спеть песню на армянском языке? На армянском языке. Спасибо за вопрос. Конечно, приятно, когда другие национальности настолько с вниманием слушают мою творчество, мои песни. Я знаю, что в Армении спели мою песню «Скучаю». Григорян тоже звали там. А может быть он сам, Ашот Григорян? А может быть. Я просто фотографии не вижу сейчас. Если получится, я хочу спеть на нескольких языках. На армянском, на арабском, на таджикском, на английском. Дай бог, может быть, сделаем такое тоже творчество. Может, даже дуэт можем сделать с каким-нибудь армянским знаменитым человеком. Ya'ni Hindistonga o'tamiz. Bobur Ilohi desak bo'ladi. Azizxon Eshonxo'jayev Namaste Indiyadan bo'lgan. Namaste. Taqachi ili taqachilik bolalardan salom. Hozir sizni butun xalqaro studentlar bilan eshitib ko'rib o'tiribmiz. Indiyaga keling aka, ingliz tilini o'rganamiz birga birlikda. İngilizce o'rganammi yo'q inglizmi? Ingliz tilida. Baribir Hindistonda ham ingliz tilida ta'lim olishadi. Shu ma'noda shunaqa bir hazil mutoyiba. Lekin juda ham ingliz tilini o'rganishni xohlayman. Lekin menimcha o'rgansam kerak, chunki tez o'zlashtirish qobiliyatim bor. Oybekdan juda bir antiqa savol. Qaysi san'atkorning qo'shig'ini sizniki bo'lib qolishini xohlardingiz? Qaysi san'atkorning qo'shig'i meniki? Menimcha shunaqa qo'shiqlar ko'proq Tohir Sodiqov bolalar guruhining ijodida bo'lgan bo'lsa kerak. Shu qo'shig'ni aytganimda edi degan tushuncha ko'proq shu bolalar guruhining ijodidan bo'lsa kerak deb Mayli, keling tanlab ko'ramiz. Qaysi qo'shig'i? Shamol senga havas bilan intiladi qalbim degan qo'shig'i masalan juda yoqqan. Men nimagadir sizni xatti-harakatlaringizda, sahna harakatlaringizda Tohir Sodiqovning ham xatti-harakatlarini ko'ramanda. Taqlid qilasizmi yoki yoqtirasizmi? Yo'q, yoki u ham sizga xos harakatlarmi? Mana bunaqa narsa. Har bir ijodkor ilk qadamida o'zini yo'lini topguncha yoki chiqquncha albatta kimgadir havas qiladi. Men unaqasiga ishonmayman. Shuni onasining qonidan tushib o'zini stiliga ega bo'lmagan. Har bir inson shunaqa bo'lsa-mi deb o'ziga kimnidir stimul qiladi-da. O'sha kosmonavtlarda ham bu narsa bo'lsa kerak, rassomlarda ham, oshpazlarda ham shu insonga o'xshab osh pishirishni o'rganaman deb turib. Menda ham shunaqa bir necha ijodkorlar bo'lgan. Boya sanab o'tdim-ku, mana bolalar guruhini men yotib olib eshitganman. Yalla guruhini tan ta ta tan 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 deyaligi ta 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 tan 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 pelani qo'yib olib cho'pni chalib bergandir. Choyxonachi, choyxo'rga degan qo'shiq. O'shani uyda o'zim kali yalla guruhi bo'lib mo'ynovli qo'yib uydagilarga haligi qanaqa qilib berardi, konsert qilib berardim. Balkim o'sha paytdan bo'lsa kerakki, shu qattiq yaxshi ko'rish o'zimga o'tgan bo'lsa kerak. Balkim agar bir narsalarim o'xshasa, men faxrlanaman bu narsaga. Chunki bu insonlar hammasi ijodini 5 bahodan a'lo darajada isbotlab qo'ygan. Shundan Nadmira Murodova, sizni yig'lamang degan ashulangiz juda yoqdi. Iloji bo'lsa, bir joyni aytib bering, iltimos dedi. Qanaqa edi hozir? Dunyo juda go'zal edi. Dunyo juda go'zal edi. Nima edi so'zi? O'zi. Dunyo juda go'zal edi. Yuz burmadim. Netay bitta savobga ham ulgurmadim. Do'stlar bilan onajonim bag'ringizdan olis ketdim. Siz yig'lamang, jannatlarga borib yetdim. Mana shu qo'shig'im haqida savol berishdi, men xursandman, bilasizmi?
YouTube'ga qarasam 1 millionta prosmotr bo'libdi. Eng qizig'i klip olinmagan bu qo'shiq. Odatda klip olingan qo'shiqlarimizni prosmotri ko'p bo'ladi, YouTube'da deymiz so'rovnomamiz. Bu qo'shiqda men qanaqadar yurtimiz tinch ekanligi, baxtli ekanligimiz va dunyoda bo'layotgan voqealardan xabardor bo'la turib bee'tibor o'tib ketkim kelmaganligi mobaynida mana shu qo'shiqni o'sha ijro qildik. Yozib bergan barcha ijodkorlarga rahmat deyman va eng qizig'i muxlislarimizga shunaqa ko'p shu qo'shiq yoqyapti. Klip oling, radiolarda bering deyishadi, lekin afsuski men bu qo'shiqni klip olib radiolarda aylantira olmayman. Chunki bu qo'shiq ko'p insonni shunaqa holatga olib kirib qo'yadiki, olamga siqilib qoladi. Men xohlamasdim odamlarni. Kimgadir kerak bo'lsa, o'zi YouTube'da olib eshitishi mumkin. Lekin men bir narsaga xursandman. Bir vatandoshimizning farzandlari boshqa davlatga bir ish bilan borib shu yerda olamdan o'tib qolib, ancha yil bo'lgan ekan, o'tib qolib shunaqa holat bo'lganda haligacha o'ziga kela olmagan ekanda. Shu qo'shig'imni eshitib o'zimga javob topdim. Chunki haligi jannatlariga borib yetdim, siz yig'lamang onajon degan so'zi menga o'g'limdan sado bo'lgandek bo'ldi. Men endi tinch edim degan bir qanaqadir yordam sifatidagi bir foyda bo'lganligidan xursandman. Tushunarli. Muqaddas Mamajonov, assalomu alaykum Ulug'bek aka, Jasur aka, Ulug'bek aka, farzand muborak avvalo. Sizga savolim, Ulug'bek aka doimo quvnoqsiz, tushkunlik holatlardan qanaqa chiqasiz? Siz san'atkorsiz. Bu holat uchrab turadimi? Albatta bo'ladi. Endi bitta narsani sizlarga aytaman, aziz muxlislar. San'atkor xalqi ham xuddi hammaga o'xshagan inson. Hech qanaqa mana hammamizga o'xshab 5 dan barmog'imiz, qulog'imiz bor. Biz ko'rsatmaymiz. Biz ko'rsatmaslikka harakat qilamiz. Majburmiz, odatlanganmiz. G'amgin holatimiz, xafa bo'lgan holat, kasal holatimiz. Qancha xizmatlarga temperaturalarda kiramiz, issiq holatlar, kasal holatlar. Uni ko'rmaganinglar ham yaxshi. Insonmiz demoqchiman-da. Menda ham shuna g'amgin holat bo'ladi, xafa bo'lib qolish bo'ladi, lekin shunaqa payt shu narsani rivojlantirmayman. Shu narsa haqida o'ylab ketmayman-da. Xudoga topshiraman. Xudoyim o'zi to'g'rilab qo'ysin deyman-u. Ertasi kuniga yana hammasi go'zal bo'lib ketadi. Yashang. Asir Saodat Afg'onistondan sizga salom yo'llamoqda. Mana biz bilamiz Afg'onistonda urush, jang desak, mana shunday tinch joylarda bizani tomosha qilayotganlar bor ekan. Butun dunyo tinch bo'lsa, nima deysiz, rahmatulloh. Juda ham zo'r. Botir TV degan bir kanali bor ekan Afg'onistonda. Aha. Kliplarimni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Aha. Zo'r. Yosat Murodov, Ulug'bek aka, sizni faqat duo qilamiz. Omad aka dedi. Xurshid Qosimov Andijondan salom, ikkovilarga ham bizga ham salom aytib borsin. Barcha andijonlik, nafaqat andijonlik, mana shu yurtimizning barcha viloyatidan, dunyoda hozir onlayn tomosha qilib turgan muxlislarimizga alangali salom, tabriklar, hamma treyler uchun rahmat. Mana yana taklif, AQShga qachon kelasiz deb Zarina Abdazizova so'ramoqda. AQShga Xudo xolisa mana Jasur Hamroyev harakatdalar, hozir shu bel bog'laganlar. Endi nasib qilsa boramiz. Ozodbek Nazarbekov konsertlaridan birida demoqda Alisher RM degan muxlisingiz. Ulug'bek o'zbek shou biznesining kelajagi degan edi. Qanday o'ylaysiz, shu paytlar keldimi? To'g'risini aytsam, o'shanda o'zim kutmagan edim. Shunaqa bir shokka tushib qoldimki, konsertlarda turib butun odamlarning oldida shu gapni gapirishi. Bilasizmi, bu bir niyat sifatida qabul qilinglar bo'ldi. Bu bir niyat bildirdi inson menga. Bo'ldi, lekin men unga da'vogarlik bunaqa narsa yo'q. Lekin bir narsaga qoyil qolish kerak shu joyda, shu Ozod Nazarbekov xalqimizning shunaqa sevimli birinchi raqamli san'atkorlardan biri bo'la turib, sahnada turib, o'zidan kichkina kerak bo'lsa o'sha hali san'atdagi darajasi, o'shanaqasi katta bo'lmagan bir insonni katta yuqori darajaga qo'yib gapira olish uchun qanaqa bir katta kuch kerak. Kibriyoligiga mana shuni dalolati bo'ladi. Kibriyo insongina o'zidan kimdir balandroq ko'tarib gapira oladi. Men Ozodbek Nazarbekov nima uchun yaxshi ko'raman, bilasizmi? Shu insonda kibr yo'q. Balkim bo'lib qolsa ham shuni darrov egovlab sindirib tashlay oladigan bir imkoniyati bor. Tushunarli, juda ham ko'p sizga savollar yo'llamoqda. Hozir Hasbunga o'xshab qaysi birini o'qishni bilmayapman, ochig'i. Nahotki hammada shunaqa bo'lyapti, shunaqa o'zi nuqta. Siz endi hozir Facebook bizga ma'lumot bersa, men e'lon qilib qo'yaman. Menimcha tomosha qilayotganlar soni ham
boshqa mehmonlarimizga qaraganda ancha yuqori. Bu ham mana reyting ko'rsatkichingizni bildirib turibdi. Sizni bu bilan tabriklayman, Rahmatullayev. Doimo shunaqa omadli yuring. Shahboz Aripov, oila a'zolaringiz haqida ma'lumotimiz yo'q. Ya'ni opa-singil, aka-ukalaringiz haqlarida dam olgani Qo'qonga ham kelavering. Oshxo'rlar jamoasi oromgoh choyxonasida osh bilan siylashga tayyor, chin dildan aytilyapti. Rahmat, albatta osh yegani boramiz. Endi oilamga keladigan bo'lsak, oilam oddiy oilaning farzandiman. Ziyoli oilaning farzandi, eng keragi, o'qigan, bilimi bor. Ota-onam 5 ta farzand bo'lganmiz. Opam, akam, ukam, singlim o'rtada tug'ilganman. Nima deyishim mumkin? Oilam haqida, farzandlarim haqida, turmush o'rtog'im haqida ko'p suratlar, nafaqat ko'p, umuman ko'p qo'yilmagan. Instagram, biror bir joylarda, hatto gazetalarda ham, televideniyada ham imkon qadar shu narsani bekitishga harakat qilaman. Chunki bu shaxsiy qo'rg'onim, bu meniki. Menga xos bo'lgan narsani birovlarga ko'rsatish, buni reklama qilish, ovoza qilish bu erkakka xos emas deb o'ylayman. O'zim qolaversa ayolini. Shuning uchun ham bir suratlarim qatlagandir chiqib ketib qoladi, qolaman qanaqa chiqib ketib qoladi. Bekitgan sari, lekin oilani ko'p ko'rsatishga, farzandlar, turmush o'rtoq ko'p ko'rsatishga men bilmayman. Meni tarbiyamda bu narsa sal-pal kamroq. Tushunarli. Afzal Niyaziz, salom Germaniyadan. No haynmayin Ulug'bek. No haynmayin derdilar domlam. Nima degani bu desa boshqa hech qachon qilmagan bu ishni degani. Chunki men nemis tilini o'rgana olmaganman. Men Germaniyadagi o'quvchilarga aytaman, men qoyil qolaman qanaqa nemis tilini o'rganish mumkin. U katta kuchli inson bo'lish kerak. Men domlamga oxiri majbur bo'lganman. Domla, siz bilan chin rostakasim ichimda fikrimni aytaymi? Menga yoqmaydi ingliz, nemis tili deganman. Men bu millatga nisbatan aniq emas. O'zi menda shu xohishim yo'q. Rozi bo'ling desam, meni shu to'g'ri so'zligimni hisobga olib, uch qo'yib berganlar. Tushunarli. Oybek Nizamov, nima deb o'ylaysiz? Saviyasiz qo'shiqlar nima uchun ko'payib ketdi? Nimadir qilish kerakmi? Saviyasiz qo'shiqlar ko'payib ketganligi. Endi saviyasiz qo'shiqni kim ijro qiladi? Saviyasiz bo'lgan qo'shiqchi ijro qiladi. Shuning uchun lekin bilasizmi, bir narsaga e'tiboringlarni qaratishni xohlayman. Har birimiz bir marta bir narsa qilib ko'rishga haqlimiz-da, Jasur. Hech kim haqqi yo'q, kimnidir seni ovozing yo'q ekan, seni iste'doding yo'q ekan, sen qo'shiqchi bo'lmagan deb uni ko'nglidan itarib qo'yish. Bir marta qilib ko'rishga haqqi bor. O'sha qilib ko'rib, o'zi tushungani shu meniki emas ekan deb o'zi sekin-sekin nechtasini ko'rdik, bunaqa ko'ryapmiz, ketyapti. Endi baribir bir narsani hisobga olishimiz kerak. Biz xonanda san'atkorlar, baribir madaniyat xodimi sifatida insonning saviyasiga katta ta'sir qiladigan insonmizda. Kiyinishi, muomalani, ko'rinishi bizdan o'rganadi. Ta'sir qilib qola olamiz ko'p narsani. Shuning uchun saviyaga e'tibor, mas'uliyatliroq bo'lish kerak. Tushunarli. Har bitta qo'shiq shunchaki qo'shiq emas. Garchi o'sha sho'x bo'lib o'ynatsin, lekin o'sha yerda bir maqsad, bir ma'no yotsin. Bir yaxshilik yotishi kerak deb o'ylayman. Men Qirmiz olma qo'shig'ini shuning uchun shunaqa bir ushlab turgan narsa shu Qirmiz olma qo'shig'ida boshida aytdim ko'p. Aytkim kelmagan, lekin aytishga sabab bo'lgan narsa maqsadi zo'r bo'lgan. Ya'ni uylangin, oilali bo'lgin tezroq. Baxt boshqacha bo'ladi, yururmagin degan qarordir. Shu 2016-yil ko'p to'yli bo'lib ketdi lekin bor. Va o'sha qo'shiq to'yi bosh qo'shig'iga aylandi. Va hattoki yor-yor o'rnida. Men hayron qoldim, birinchi g'alati bo'lib ketdim. Men yor-yor o'rniga shu qo'shig'ingizni kirib kelamiz degan takliflar ham. Albatta bajondir. Biz hamma uslubiga tayyormiz. Agarda shu muxlislarimiz nima xohlasa o'sha qo'shiqlarni ijro etib beramiz. Nima qilish kerak bo'lsa shuni qilamiz. Chunki aziz muxlislar uchun. Muhammad Ali Ulug'bek aka, siz 2016-yil Ustozlar kuniga bayramiga yangi poyezdda kelgan ekansiz. Shunda Andijonda esingizda qolgan bir kutilmagan voqea aytib bersangiz. Kutilmagan voqea o'sha poyezdda borganim. Shunaqa o'shanda kulgili voqealarga boy bir anaqa bo'ldi. U ham bo'lsa poyezdda eng orqadagi o'rindiqqa to'g'ri kelib qoldim, chunki joy yo'q ekan. Bir men xohlagan joylarda o'tira olmadim. Lekin afsuslanmayman, lekin men shu yurtimda shunaqa poyezd, shunaqa imkoniyat borligi, Andijonga bemalol mana poyezdlarda borish mumkinligi bu meni quvontirdi.
o'sha yerda mazza qilgan joyim O'zbekiston xalq artistika Zulayho Boyxonova bilan birgalikda osh yeb, o'sha poyezd ishida bufetida, kafesida kulishib, mazza qilib keldik. Eslashib kelganimiz zo'r bo'ldi, ko'p narsalari. Men uchun qiziqarli bo'ldi. Balkim qaysidir muxlisimiz o'sha poyezdda bo'lgan bo'lsalar bir holat bo'lgandirki, eslash etverishim xohlagan, lekin hozir aynan bir o'sha narsani, lekin juda qiziqarli bo'ldi. Tushunarli. Men ham shu poyezddan foydalandim, Andijonga bordim kuz oylarida, lekin isitish tizimini yomonligi meni asabimni Sovqatdingizmi? joyidan chiqardi. To'g'ri, masalan, nima deydim, poyezdning ichki sharoitlari juda go'zal, o'rindiqlari jahon standartlariga javob beradi, lekin isitish tizimini inobatga olishsa agar biron bir o'sha demak temir yo'llar tizimida ishlayotgan xodim tinglayotgan bo'lsa, shuni yetkazib qo'yishlari. Lekin men ham borgan paytim sovuq payt edi, Jasur. Juda sovuq payt edi. Men poyezd ichida juda issiq edi. Balkim siz chiqqan payt shu. Menimcha havo sovuq bo'lgan yoki o'chirib qo'yishgan. Lekin konduktorlar deymiz yoki o'sha poyezd xodimlari o'zi ham Konduktorlar voy o'zim konduktor bilet sotadigan odam u avtobusda bo'ladi, Jasur. Maylida ham temir yo'l xodimlari ham sovqotib kelishdi borku, birga bordik, birga qaytganda ham chokolad bo'ldi. Endi kuldik-da bir Dilmurod Abdullayev, aksariyat qo'shiqlaringizdagi kuylar bir xil bo'lib qolayotgandek. Bu bitta betakror, bu bitta bastakor bilan ishlash natijasimi? Yo'q, bu menimcha o'sha meni o'ziga yarasha, menga xos bo'lgan yo'lim bo'lsa kerak. Ya'ni shu yo'lda bo'lsa. Lekin o'zim qarshi bo'laman. O'xshab qolishiga bir narsani harakat qilaman-ku, lekin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, shunaqa bo'lib qolishga majbur bo'ladi. Odatda yo'q, bastakorlarga emas, chunki men ko'p bastakorlar bilan ishlayman. Yomon ko'raman birgina inson bilan ishlashni, chunki odatda birgina inson bilan ishlash, bitta narsaga bog'lanib qolish o'z-o'zidan bir narsa olib keladi haligi. Men qilyapman, men sabab bo'lyapti degan narsa. Shuning uchun biz qilyapmiz, biz qila olamiz degan bir fikrga yondashgan holatda ko'pchilik bilan ishlashga harakat qilaman. Tushunarli. Shahlo Murodova, Ulug'bek aka, meni to'yimga kelgansiz. Siz hayotda samimiy inson ekansiz. Mana ko'rdingiz, suhbatlar sizni kashf qilyapti. Demak, savollar juda ko'p. Ushalmagan orzularingiz bormi dedi, marhabo. Orzularimni hammasi ushalib kelyapti. Tushunarli. Nagmira Murodova, yig'lamang degan ashulangiz har kuni eshitib yuragim titrab ketadi. Shu ashulani nima sababli aytgansiz? Voy aytdingiz menimcha. Avvalambor o'sha dunyoda bo'lib o'tgan notinchliklar oqibatida begunoh muammolarda qolib ketayotgan jajjigina bolajonlar, farzandlar, oilalarini ko'rib inson shunchaki o'tira olmasligi. Shu sabab ilohim hamma yoqda tinchlik bo'lsin, butun dunyoda bo'lsin. Tushunarli. Gulnaz Bozorova, assalomu alaykum, Ulug'bek rahmatullohi, juda hurmat qilaman. Savolim, o'zingizni qo'shiqlaringizni ham eshitasizmi? Boshida. Hozir eshitmaysiz. Men tasavvur qiling, bir kunda nechtadir xizmatga kirsam, 5 tadan kam qo'shiq aytmasam, 15 marta bir kunda eshitishga majburman. Endi avtomashinangizda kimni tinglaysiz? Avtomashinada ko'proq shu radiodagi qo'shiqlarni tinglab, eshitib yuraman, bu yoqqa ko'chirib olib eshitib, qaysi kim qanaqa. Nima maxsus tarzda disk tinglamaysiz? Yo'q, chunki men o'zi hayotim shu bilan iborat bo'lgandan keyin men hattoki iltimos qilaman, magnitofon mashinaga chiqsam ham o'chirib qo'yinglar deyman. Kafe, restoranga borib nonushta qilsam ham muzikani o'chirib qo'yinglar deyman. Iltimos. Tushunarli. Tapojlik bez sapaga deydi-ku. Tushunarli. Sardor Qasimov, assalomu alaykum. Balki bu savol berilgandir. Men endi ko'rdim primoy efirda, shuning uchun baribir javob taqdim etishlarini so'rardim. Ulug'bek rahmatullohi, kibr, yulduzlik kasalligi deganda nimani tushunadi? Avvalambor kibr deganda eng katta gunoh narsani tasavvur qilaman, tushunaman. Kechirib bo'linmas bo'lgan bu. Lekin bu narsani uddalash mumkin. Endi yulduzlik kasali deganda men ko'pincha shu kimnidir mensiz qolish, kimgadir e'tibor qilmaslik, kimnidir o'sha o'ziga bo'lgan e'tibordan kelib chiqib qanaqadir ahamiyat bermaslik bo'lsa kerak deb o'ylayman.
lekin ba'zi bir holatda inson o'zi bilmagan holatda xato kamchilik qilib qo'yadi-ku, san'atkorlarniki o'sha ko'z oldida bo'lgan o'sha har bir harakatimizdagi bir noto'g'ri bir harakatimiz kibrga yoki yulduzlik kasalligiga yoyib qo'yiladi. Lekin bir narsani aytardimki, hamma ko'rib turgan narsamizdan kelib turib fikr yuritmasimiz kerak. Ba'zida ko'zingizga qarab turib xayolingiz boshqa joyda bo'lib ko'rmay qolish, charchab qolish ehtimollari bo'ladi. Shuning hisobida mensimayapti yoki bir narsa bo'lyapti deydi. Lekin yulduzlik kasali bu qanaqa kasallik bu? Men uchun bu narsa yoqmaydigan bir narsa. Men imkon qadar o'zimni bo'li paproshche deydi-ku ruschalar. Unaqa dahshatli bir, hashamatli bir anaqada emas, oddiyroq narsada yashash. Masalan, yo'lda ketayotganimda shu magazinda bir narsa kerak bo'lib qolsa, men o'zim kirib olib chiqib ketaveraman. Menga kimdir olib berishi shart emas. Bozorlarga ham kirib keturishim mumkin. Masalan, gumma yegim kelib qolsa, borib o'sha yerdan gumma olib yeyman. Masalan, qanaqadir meni o'zimni yo'q, men bunaqa qila olmayman. Menga bu narsa bo'lsa, men nima deb o'ylashar ekan? Qanaqa Demak, o'zingizga cheklovlar qo'ymaysiz. Men unaqa narsa qilib o'zimni siqib qo'ygim kelmaydi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, qanaqadir bemalolroq hayotda yashayman. Masalan, o'sha yoqqa kelishim, sochlarimni bir narsalar qilib kelishim mumkin edi-ku. Men keyin o'ylab qoldim, muxlislarim oddiy kunda qanaqa mana oddiy kunda mana shunaqa yuramiz. Tushunarli. Elmira Turkmen, привет из Turkmenistana. Самый любимый певец, да? Spasibo. Men juda ham yaxshi ko'raman Turkmanistonni. Muxlislarim alohida konsertimga juda ham tashrif buyurish. Aynan mana shu konsertimizga juda ham ko'p muxlislar tashrif buyurdi Turkmanistondan, hatto suhbatlashdik. Spasibo большое за внимание. Привет всем. Munojat Ziyaxanova, siz uylanganingizdan keyin to'yingizning disklari sotuvga chiqqan ekan. Va bundan o'zingiz xabardor bo'lib, o'zingiz ruxsat berganmisiz? Juda bir qiziq voqea bo'lgan. O'sha men to'yga harakat qilib yurgan paytimda bugungi kunda juda ham bir hozirda mashhur bo'lib ketgan syomkachi o'sha guruh nima deydi? Menga murojaat qilib iltimos qilishdi. Deb iltimos qilishganligi uchun men rozi bo'ldim va iltimos qilishdiki, bizga reklama bo'lardi mana shu to'y syomkamizni chiqarsangiz siz sabab bir yordam bo'lgan bo'lardi deyishdi. Shuning uchun ham men ularga ruxsat berdim va bemalol disk chiqarishingiz mumkin, chunki o'zbek to'ylarini qanaqaligini butun dunyo bilsin, butun dunyo ko'rsin. Chunki qiziqarli-ku baribir degan ma'noda men rozi bo'ldim va men bu narsada hech qanaqa bir yomon narsani ko'rganim yo'q. Qayerga borsam o'sha yerda o'sha to'yingizni ko'rdik, to'yingizda bunaqa bo'pti, to'yingizda bu mehmon kelibdi, bunaqa qilibsiz degan yaxshi gaplarni eshitdik. Savolingizni berishingiz mumkin. Marhamat. Savollar ko'p menimcha. Turkiyadan salomlar. Turkiya arkadoshlarimizga çok salomlar. Turkiyada ham Andijondagi Shahnozaga salom. Ulug'bek aytib borsin Jasur aka. Andijondagi Shahnoza ismli muxlisamizga salom ekan. Sog' bo'ling. New Yorkdan salom. Hammaga salom. Endi bugun balki hozir hammani savoliga javob bera olmay qolishimiz mumkindir, lekin xafa bo'lmasliklarini xohlardik. Imkon qadar sizlar uchun harakat qilyapmiz, sizlarning savollariga javob beramiz. Men juda ham xursand bo'lgan bo'lardimki, o'sha kerakli bo'lgan savollar va hamma uchun qiziq bo'lgan qanaqadir savollar bersanglar, men bajonidil tayyorman mana shu savollarga javob berishga, chunki shunchaki savol emas, aynan o'sha hamma uchun qiziqarli bo'lgan savollar menimcha foydadan xoli bo'ladi. Jamshid Qasimov Hindistondan salom. Salom. Abdulaziz Otaxonov, suhbat zo'r bo'lyapti. Men Rossiyada Alibaba nomli restoranda ishlayman. Povod bo'lib faqat sizni qo'shiqlaringizni tinglaymiz. Rahbarimiz ham rus bo'lsa-da, sizni qo'shiqlaringizni yoqtiradi. Sog' bo'ling, Rossiyadagi yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga kattadan katta salom. Omad, faqat o'sha ishlarda rivoj tilab qolaman. Rahmat. Tushunarli. Shu o'rinda savol tug'iladi. Janob Rahmatulloh. Nima deb o'ylaysiz? 50 yoshda
muxlislaringiz ko'p bo'ladimi yo hozirgi mashhurligi sog'inib yuraman deb o'ylaysiz? Qay darajada tinglashadi sizni? Men endi bilmadim buni. Eng kerakligi o'sha xalqimizni e'tiborida bo'lish, o'sha hurmatida bo'lsa, shuning o'zi katta baxt bo'ldi. Keyin men hayotda boshqa qilmoqchi bo'lgan rejalarim ham, ishlarim ham bor, nafaqat bu san'at sohasida. Balkim o'sha paytlarda boshqa sohada meni ham ko'rishlarim mumkin bo'ladi. San'atdan tashqari. Mamajonov Behruz, assalomu alaykum Jasurok Ulug'bek aka, suhbat uchun katta rahmat. Sizlarga bir savolim bor. Farg'onalik Ne'matov Rahmatullohni taniysizmi? Ulug'bek aka ashaddiy shinavandangiz bo'ladi. Ne'matov Rahmatulloh. Ko'rsam tanisam kerak balkim. Ko'p endi muxlislar hammasini hozir otidan kelib chiqib esda qolish-ku, lekin o'zini ko'rganda albatta tanigan odamni taniyman. Надмира juda ham bir chiroyli taassurotlarni bo'lishmoqda. Я впервые в Кипре в 2009 году начала слушать ваши песни. Первая песня была «Кяпаляки», а уже остальные песни продолжаю слушать в Нью-Йорке. Самый незабываемый момент в моей жизни это было, когда мой любимый человек посветил на мой televizor. Qolgani триточие. Demak, savol davom bor hali, taassurotlarni. Спасибо большое, конечно, очень приятно. Думаю, вы обязательно приедете на мой концерт, на следующий концерт, который будет в этом году. Иншаллах. Я думаю, смотреть и слушать песни в дисках или на DVD-диске, или там на компьютере, на ютубе, лучше посмотреть один раз, чем слышать 100 раз. Я думаю, вам больше понравится. Там будет faqat yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik, hech kim kasal bo'lmasin. Yaxshi musiqa eshitishdan charchamaylik va yaxshi narsalar haqida ko'proq o'ylashga harakat qilaylik. Chunki shu narsa rivojlansa, bu narsa yengib chiqishiga ishonaman bir kun. Hammaga rahmat muxlislarimga. Agar mabodo endi men hozir nafaqat hozir, umuman odatda qanaqa bo'lsam shunaqa bo'lishga harakat qilib ko'rinishga harakat qilaman. Gapiraman, dilim degini hozir nimalar devordim ekan o'zim ham bilmayman. Balki afsuslanishim mumkindir, lekin uzr so'rayman kamchilik uchun. Duo qilinglar. Mana shu duoning orqasida men sizlar uchun xizmatdaman. Suhbat so'ngida bironta bir qo'shig'ingizdan jonli ijro bo'lsin, shu bilan tugatamiz. O'zga eng yaqin qo'shig'ingizdan. Layloyimsan, daryoyimsan, orzuyimda ro'yoyimsan, yuragim sof, havosi sen, oshufta qalb navosi sen, men oshig'ing, majnuningman, ham umrbod maftuningman. Majnunu layli bexabar, kezadurman oh darbadar, mastu parishonu xarob, har orzuyim bo'lib sarob. Shoyatki oxir oqibat tiriltirsa bas muhabbat. Katta rahmat. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling.